Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Sizlarga inshaalloh oson ko'rinishda tarvuz kesish kursi beramiz. Uyda hamma bemalol kesa oladigan qilib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz qo'limizdan kelganicha. Hop, tarvuzimizni kattaroq bo'lsa 4dan 1 qismga bo'lib olamiz. Shunaqa ko'rinishda ikkita chetidan olib tashlaymiz. Shunaqa qilib ikki tarafini olib tashlaymiz. Men bu tarafini sal chuqurroq kirgizamiz, lekin ko'p emas. Bunaqasiga shunchasini olib tashlaymiz mana. Ikkita tarafini bir xil qilib olib tashlaymiz. Bunaqasiga o'girib olamiz. Xuddi shu narsani yana qaytaramiz. Bu tarafidan ham xuddi shunaqa olib tashlaymiz. Bir xil olib tashaladi. Bir tekis qilib kesib olamiz. Qizchalarimiz mana shunaqa bo'lib tayyor bo'ladi. Kichkina biz buni talinkaga bir tekis qilib chiroyli qilib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib bir tekisda qilib olamiz mana. Shuni chiroyli qilish uchun shpashkadan foydalanamiz. Bizga miyata kerak bo'ladi. Agar xohlasanglar yoninglarga, yonlariga fruktalar qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning xohishinglar. Nima bilan bezay berishinglar. Biz faqat miyata bilan bezay berdik. Shuna qilib oson ko'rinishda, hamma kesa oladigan ko'rinishda bo'ldi.